Assalomu alaykum. Choyxona oshini mazza qilib iste'mol qiladigan aka-ukalar. Mana choyxonamizni tashqi ko'rinishi aka-ukalar. Suvlarimiz mazza bo'lib, shabada qilib tushib turibdi mana. Bu yoqda bedanalar, kanarejalar, mana xonalarimiz. Shunday bedana sayrab turgan holatda oshib o'tirsangiz, bu yoqdan suvni shabadasi bo'lib tursa, qo'yish dosh bo'lsa, nima deysizlar aka-ukalar? Haqiqiy osh ishqibozlari bu videoni ko'rib bitta like, bitta obuna tugmasini bosmasangiz bo'lmaydi aka-ukalar. Mana xonalarimiz 12 ta xonamiz bor ekan. Bosh oshpaz o'zim. Mana aka-ukalar. Bedana sayrab tursa nima deysizlar? Bedana. Ichkarida oshlar bo'lyapti, boshlandi. Ko'rsatamiz. Mana basseynlarimiz, suvlar shabada. Xonalarda konditsionerlar bor hammasida. Mana kanareja sayrab turibdi. Mana salqin ichimliklar bor. Agar mabodo qo'yog'ida osh yeganingizdan keyin yuragingizni qo'liqtirib yuborsa, mana shu suvlardan muzdek ichib olsalaringiz o'zidan kelasiz aka-ukalar. Mana aka-ukalar, o'zimiz qo'y so'yib, faqat qo'chqor so'yamiz. Qo'chqor go'sht yog'ida oshlar bo'lyapti aka-ukalar. Bunaqa soliq so'ydi, mol go'shti aralashtirdi bo'lmaydi. Mana bu yoqda hozir buzib pachaqlab turibmiz, endi buni to'g'raymiz. Xudo xolasa. Mana aka-ukalar, haqiqiy qo'chqor dumbada bo'lyapti aka-ukalar mana. Mana harakatlarimiz, oshlar boshlandi. Choyxona 33 xizmatda. Hamisha sizlar uchun aka-ukalar, oshxo'rlar uchun. Jizzaxda erish jarayoni aka-ukalar. Mazza qilib osh yeyman degan aka-ukalar uchun, hoji tog'alar uchun, davleniyasi yo'q, aka-ukalar kelaverasizlar. Biz hamisha xizmatdamiz. Videoni kamchiliklari bo'lsa uzr so'raymiz aka-ukalar sizlardan. Biz kanalda yangimiz, xudo xolasa. Yaqin kunlarda rivojlanib ketamiz, xudo xolasa. Faqat sizlarni like, podpiskalaring bo'lsa, xudo xolasa. Akalar, like bosish, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.